Sergeli Choshtepa 1-metro bekatining shunday yonida. Novostroyka 12 etajlining 4-etajida 36 kvadrat 4-etaj korobka holatdagi kvartiramiz chiqdi. Arzon narxda kanalda 38.500 ga obzor qilib beramiz. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Ko'rib turganlaringiz mana Novostroyka bilan misol shunday yonida metro bekati joylashgan Chilonzor liniyasida. Liftdan chiqqanimizda mana baquvvat 2 ta lift bor. Qaytadan. Mana baquvvat 2 ta lifti bor, 4-etaj, 12 etajli domdan. Kirganimizda mana katta liftdan chiqqanimizda 3 ta kvartira bor. Kvartira kirganimizda mana bu hozir korobka holatida turibdi. 36 kvadrat bemalol o'lchab ko'rsalaringiz bo'ladi. 36 kvadratga to'lov qilingan, lekin kadastrda 33-23 bo'lib chiqqan. Ya'ni balkonni ko'pchilik hisobga olmayapti hozir kadastrda. Kirganimizda bu yerga shkaf uchun joylar qilasizlar. To'g'rida sanujeli bir xonali uylarda совместный bo'ladi, ya'ni birgalikda. Bu uzunasiga studiya shaklidagi hozir Toshkentda narx-navo ko'tarilib ketganligi uchun shunaqa studiya shaklida bo'lyapti, kompaktniy kvartira. Ya'ni quruvchilar talabga qarab taklif berishyapti. Bu yerda hozir 2 xil variant bor. Misol, mana shu yerdan devor tortib, bu yoqda kichik zal, ya'ni stol-stulli xontaxta qo'yib qo'ysalaringiz, o'tiradigan, choy ichib o'tiradigan joylar bo'ladi. Bu o'rtada gulxoy, ya'ni bunaqa oshxona bo'ladi. Misol, xohlasangiz demoqat bu yoqdan chiqaraverasiz, xohlasangiz bu tarafdan chiqarasiz. Ikki tarafda ham demoqat bor. Bu yoqda ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'yalasizlar bemalol. Balkon bo'lgan. Balkon orqa tarafida bunaqa o'z balkon reshetkasi bor. Balkonga chiqarilgan. Ochganimizda mana ko'rishlaringiz mumkin, metro shuni yonida. Mana metro bekat Chilonzor liniyasi hisoblanadi. Parkovkalarga joy bemalol. Mana orqa tarafda joylar bor. Choshtepa domlari. Endi boshqacha planirovka qilsalaringiz ham bo'ladi. Kirgan joyga birinchi, bu boya aytganimiz birinchi variant edi. Ikkinchi variant bu yerga oshxona qilib qo'yib, demoqat bu yoqdan chiqariladi. O'rtaga zal va u narigi tomoniga ota-onalar yotoqxonasi qilsalaringiz bo'ladi. Ikki xil variant. Xohlasalaringiz yo katta bitta studiya qilaman desalaringiz, oshxona balkonga, u 3-planirovka bo'ladi. Bemalol chiqarsalaringiz bo'ladi. Kamida 4000 plus minus atrofida pul ketadi. 4000, endi 3,5 4,5 minggacha o'zingizga anaqangizga talabingizga qarab chiqarib beradigan ustalarimiz bor, ishonchli firma anaqa usta akalarimiz bor, nomerini beramiz. Faqat naqdga sotiladi, ipoteka kreditga so'ramangizlar iltimos, berilmaydi. Biz kreditga umuman ishlamaymiz. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar, kalish notariusning o'zida beriladi, kadastrlari 100% chiqqan. Sergeli 1-metro bekatining shunday yonida. Hujjatlar hammasi joyida, kadastrlari chiqqan, kalish notariusning o'zida beriladi. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni o'tkazib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.